Statistik ma'lumotlarga qaraganda 97% internet foydalanuvchilari 5 milliarddan ko'p, to'g'rimi? 97% umri davomida hatto bir marta bo'lsa ham porno sahnalari ko'rgan. Demak, почти 5 milliard odam porno sahnalarini ko'rgan. Nimaga geylar ko'payib ketyapti? Oldin uncha ko'p bo'lmagan-ku. Bu darajada bo'lmagan-ku. Mana shu narsalarni ko'rib, o'zida shunda lazzat topadi-da. Ayol bilan erkakni jinsiy aloqasini ko'rib, уже undan dopamin ola olmaydi. Erkak bilan erkakni ko'rib turib, keyin dopamin olishni boshlaydi. Aka, men pornoni tomosha qilishni to'xtata olmayapman. Hatto o'zim xohlasam ham maslahat bering. Porno bu ko'rinmas qurolda bu. Porno industriyani rivojlanib ketishi, bu qandaqadir maqsadlar yordamida qilinganda qilib, misol uchun odamlarni shunga baylab qo'yish. Ko'pincha bu pornoga qaramlik yosh katta odamlardan-da ko'proq yosh bolalarda, o'spirinlarda bo'ladi-da. Buni shunaqa propaganda ham bo'lgan bir vaqtlar. Propaganda qanaqa bo'lgan? Endi u Amerikalarda bo'lganda, bu jinsiy aloqani o'rgatadi degan propaganda bilan bo'lganda. U yerda pornoda normal jinsiy aloqa kamku, животный instinkt bu yerda ishlaydi-da. Bir jinsiy aloqadan bir lazzatlanish, bunday yangi muhabbat qozonish emas, bu yerda ko'proq pornoda bilsangiz har xil sahnalar bor. insonlarni obro'sini to'kishi mumkin, insoniylik nimalarini, qadriyatlari to'kilishi mumkin. Ayollar ko'pincha ayollarning ustida nasiliya deydi-ku, zo'rliklar, shunaqa holatlar ko'p aks etadi-da. Nimaga aks ettirilgan deyilsa, bu har xil kategoriyalar bor. Jinsiy aloqani har xil kategoriyalari bor pornoda. Har xil parafiliyalarda rivojlanishga olib keladi. Nima degani parafiliyalar desiz? Mana shu LGBT formalar, transvestit, bular fetishistlar, transvestitizm, fetishizm degan termin ham bor-da, parafiliya. Oyog'ini bilan jinsiy возбуждаться qiladi, oyog'ini teginish, o'pish, yalash, shunga o'xshagan narsalar. Yana shunaqa parafiliya turlari bor. Ekshibisionizm, o'zinikini ko'rsatish, jamoat joylarida o'zini jinsiy a'zosini ko'rsatish va undan faxrlanish, shunga o'xshagan holatlar. Yoki pedofiliya, bolalarda jinsiy nimasini ko'rish, shunga o'zida yangi dominanta hosil qilib olib turib, ya'ni yangi anaqa o'ziga qiziqtiradigan narsani topib olib turib, shunga qiziqib ketish, o'tlab ketib qolish. Demak, jamiyatda normal erkak keyin pedofil bo'lib sudlanyapti, misol uchun. Bu narsalarda hammasida pornoni roli juda ham katta. Porno ko'rib borganda odamda kuchli dopaminoviy shok bo'ladi. Odamda shunaqa kuchli rohatlanish bo'ladi, lazzatlanish, bu dopaminoviy shok bo'ladi. Ya'ni narkomanlar narkotik oladi-yu, nima bo'ladi? Kuchli dopaminoviy shok bo'ladi-da. Keyin bu shokni u izlaydi, yana narkoman chiqib keta olmaydi. Porno ham shunaqa. Kuchli dopaminoviy shok bo'ldi, bu yana shuni izlaydi. Buni izlab ko'rib oxiri qaramlik, ya'ni o'rganib qolishlik yuzaga kelib qoladi. Endi shu yerda mana oddiy, sodda ko'rinishdagi porno, ya'ni erotika bor-ku, mana. Erotikani bilamiz, boshqacharoq. Janr boshqacharoq. Erotika qiziqtirmaydi o'sha. Unga u dopamin bera olmaydi u erotika. Unga nima dopamin beradi? Групповой pornolar, o'ta jostki, nasiliyasi bor, sadomazoxizm temalari, mana shunga o'xshagan narsalar unga ko'proq nima berib boradi-da. Borgan sari kuchayib boradi. Tushunyapsizlarmi? Shunga o'xshab porno rivojlanib boradi. Nimaga geylar ko'payib ketyapti? Oldin uncha ko'p bo'lmagan-ku. Bu darajada bo'lmagan-ku. Mana shu narsalarni ko'rib, o'zida shunda lazzat topadi-da. Ayol bilan erkakni jinsiy aloqasini ko'rib, уже undan dopamin ola olmaydi. Erkak bilan erkakni ko'rib turib, keyin dopamin olishni boshlaydi. Shuning uchun bu o'ziga yarasha bir xavfli, opasniy narsa. Birinchidan o'rganib qolmaslik kerak. Bu narsaga yomon odat bu, как zararli odat. Agar o'rganib qolishlik bo'lsa, sразу o'z vaqtida buni tashlashni yo'llarini qilish kerak. Porno ko'rish haqiqatan ham miya faoliyatiga zarar yetkazadimi? Albatta, tadqiqotlar bor, ilmiy tadqiqotlar. Shunda qilinganki, Amerikada qilingan, bosh miyani MRT qilinganda, odamlar keyin pornoga qaram bo'lgan odamlarda bosh miyasini MRT qilinganda, uni kulrang moddasiga e'tibor berilgan. 5 yil, 10 yil o'tkazgan holatda
bosh miyani yana qayta MRT qilinganda shu seraya vещество, kulrang bosh miyani kulrang moddasi atrofiya, ya'ni ozayib qolgani ko'rilgan, qurib borayotgani ko'rilgan. Endi bu tadqiqotni men ancha oldin o'qiganman. Uni podrobnoslari esimda yo'q, lekin vывод, xulosa shunaqa bo'lgan. Ya'ni bosh miyaga bu psixologik ta'sir ko'rsatadi deymiz-ku. Ha, psixologik ta'sir ko'rsatadi. Bu psixologik emas, organik ham ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bosh miyani strukturaviy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Bu narsa o'sha nimada tadqiqotda juda qiziq tadqiqot ko'rilgan. Shuni ko'rsa bo'ladi, ana PubMedda ochib ko'rsa bo'ladi. Porno tomosha qilish gunohmi yoki bu shunchaki psixologik muammomi? Ham porno tomosha qilish gunohligi gunoh. Uni hamma biladi. U gunoh yoki gunoh emasligini ahli ilm o'zi tushuntiradi bu narsani. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 97% internet foydalanuvchilari, dunyoda internet foydalanuvchilari qanchani tashkil etadi? 5 milliarddan ko'p, to'g'rimi? 97% umri davomida hatto bir marta bo'lsa ham porno sahnalari ko'rgan. Demak, почти 5 milliard odam porno sahnalarini ko'rgan. Bu bir marta ko'rish yoki bir yilda bir marta yoki 6 oyda bir marta ko'rish, bu porno qaramlik deyilmaydi. Porno qaramlik deb har kuni porno ko'radi. Pornodan boshqa qiziqish bo'lmaydi. U pornoga shunaqa kirishib ketgan bo'ladiki, uni oilaviy munosabatlariga, o'sha erkak bo'lsa erkak, ayol ham o'rganib qolishi mumkin. Lekin ko'p hollarda erkaklar o'rganib qoladi. Oilaviy munosabatlariga, uni jamiyatdagi o'rniga, o'sha erkakni jamiyatdagi yoki ishdagi o'zining o'rnini yo'qolib borishiga har tomonlama ta'sir ko'rsatib boradi. Odam konkretni o'zgarayotganini, odamda konkretni yo'qolib borayotganini, cho'ng'ib nimagadir kirishib ketganini ko'rib boramiz. Narkomanlar qana bo'lib ketadi? Zo'r odam bo'ladi, misol uchun, katta tadbirkor bo'ladi, misol uchun. Hamma yo'q zo'r ketayotgan bo'ladi. Nimadir mana shu odatga o'rgangandan keyin nima bo'ladi? Sekin-asta bu plashatkalardan yo'qolib boradi. Chunki uni endi intereslar, qiziqishlari boshqa bo'ladi. Shunaqa qilib odam sekin nima qilib boradi-da. Pornodan voz kechsam, jinsiy hayotim yaxshilanadimi yoki aksincha? Porno ko'rishdan voz kechilsa, aniq jinsiy hayot yaxshilanadi. Agar unda haqiqatan jinsiy holatida organik o'zgarishlar bo'lmasa. Yaqinda real men aytib beraman holatda, yigit, ko'rkam, juda ham aqlli bola, o'qituvchi, uzoq yillar masturbatsiya bilan shug'ullangan. Porno ko'rib masturbatsiya bilan shug'ullangan. Masturbatsiyalarni aytish bo'yicha shunaqa qilganki, ko'p ishqalanib qilganda, yerga ishqalanib qilgan. Hovliga. Uylanadigan davri kelgan. Bir kelib o'sha qo'rquv evaziga kelganmiz oldimizga. Ko'rib, keyin biz endi to'g'ri maslahatlar berdik. Berib turib, endi uylanadigan payt bo'lganligi uchun hech qanaqadir faol davolovchi metodlar qo'llamadik edi. Uylandi bemor. Uylangandan so'ng qizligini ololmagan. Oradan 3 oy, 4 oy vaqt o'tib ketgan. 3-4 oy o'sha qilmagan ish qolmagan. Diniy marosimlarda ham qatnashgan, tibbiy hamma ishlar qilib ko'rilgan, dori-darmonlari boshqa hamma yo'q. Keyin oxiri men oldimga kelyapti, o'sha pritik kelyapti. Keyin biz tekshirib ko'rganimizda shunga amin bo'ldikki, jinsiy holatni UZI tekshiruvini qildikda, dori yuborilgan holati tekshirganimizda venagenniy utechka bo'lyapti. Ya'ni jinsiy holatga keladi, qon keladi, ereksiya bo'ladi. Venalardan qon ketmaydi, to'xtaydi. Yig'iladi o'sha qon, shuni evaziga ereksiya bo'ladi, shu bilan jinsiy aloqa qiladi odam. Normada. Unda kelishi ham yaxshi emas qonni. Kelayotgan qon ham tez chiqib ketib qolyapti. Ereksiya usha olmaydi. Keyin strukturada kavernoz fibrozlar ko'ryapmiz. Ya'ni o'sha g'ovak tanani fibrozlanganligini biz ko'ryapmiz. Ya'ni masturbatsiya qilib, shu darajada chirezmerni kuchli masturbatsiya bilan shug'ullangan evaziga shunaqa holat bo'lgan. Keyin bemorga biz taklif qilib ko'rdik. Mana venagenniy utechka bo'lyapti deb turib, vena dorzalisni, ya'ni dorzal venani boylash amaliyotini bajarib ko'rish mumkin. 70-65% holatlarda yordam beradi bu usul. Ba'zi holatlarda yordam bermaydi. Turib hamma tushuntirganimdan keyin, bemor ham o'zi internetlardan ko'p o'qiganda bu masalan. Keyin menga protez, ya'ni jinsiy holatga implant qo'ydiraylik deb keldi. Bo'ldi, qo'ydik.
Ya'ni nima demoqchiman? Jinsiy olatga shu bola 27-28 ga kirgan bo'ladi. Implant o'rnatishgacha yetib boribdi. Implant o'rnatib, endi mana jinsiy hayoti normal. Lekin shunaqa bemorlar bor, pornoga qaram bo'lib qolib ham shunaqa bemorman bor. Jinsiy zaiflikda og'ir turi rivojlangan. Unga biz implant qo'yganmiz. Implant qo'yganimizdan keyin ham masturbatsiya qilyapti. Bunaqa momentlar ham bor. Porno ko'rishni tashlash uchun o'rnini bosadigan nima bilan shug'ullanish mumkin? Pornoni agar tashlamoqchi bo'lsa, odam birinchi o'rinda tan olish kerak. Pornoga qaramman men deb turib tan olish kerak. Birinchi o'rinda. Qaramligini tan olishni o'zi уже bitta katta shak hisoblanadi-da, buni to'g'rilashga bo'lgan qadam hisoblanadi. Tan olmasangiz siz men normayu deb yuraverasiz-da. Chuqurlashib boraverasiz. Ikkinchi shak bu yangi qiziqishlar deylik, hayotda yangi hobbilarni ko'paytirish, yangi do'stlar, yangi muloqotni, общенияni ko'paytirish. Bekorchi vaqtni uyda bekorchi o'tirishni yig'ishtirish kerak. Doim rejasi bo'lish kerak-da. Misol uchun aytaylik, o'ziga misol uchun til o'rganish maqsad qilib qo'yish mumkin. Kasbida nimanidir rivojlanish maqsadini qo'yish kerak. Fokusda agar boshqa narsaga qaratilsa, bunga nima kamroq qoladi-ku, e'tibor. Endi bu yog'ini misol uchun yengib olish oson bo'ladi. Bu o'ziga chotki fokus qo'yib oladigan, rivojlanishga fokus qo'yib oladigan odam, aytaylik, o'ziga detoks anaqa qilsa bo'ladi-da. Misol uchun 10 kun men porno ko'rmayman yoki 5 kun ko'rmayman. O'ziga shunaqa vazifa qo'yib turib, dopaminni qulligidan chiqib olish mumkin. Bu porno ko'rib yurgan odam o'sha ayollarga qiziqish qolmaydi. Ko'chada bunday gaplashib, qizlar bilan muloqot qilib, ular bilan haligi misol uylanish maqsadida misol gaplashib, qizni ko'nglini olishga bo'lgan qiziqish qolmaydi. Chunki bu betda o'zi undan zo'rini olib qo'yapti. Bu yerda bu maqsadlar paydo bo'lgandan keyin sekin-sekin mana uni chetga chiqarib olsa bo'ladi. Pornoni ko'p ko'rish bepushtlikka olib keladimi? Endi to'g'ridan-to'g'ri bepushtlikka olib keladi desak, u yolg'on, noto'g'ri narsa bo'ladi. Chunki spermatogenez, misol 1000 porno ko'rib, 1000 masturbatsiya qilib chiqaraversa ham spermatogenez davom etaveradi. Agar spermatogenezni buzuvchi faktorlar bo'lmasa. Men bir necha marta tashlashga harakat qildim, lekin yana qaytaveraman. Bu endi menda bir umr qoladimi, qaram bo'lib qolamanmi degan savol. Agar shunaqa bo'lsa-yu, to'g'ri xatti-harakatlar qilingan bo'lsa, haqiqatan aytib o'tilgandek, lekin tashlay olmaslik holati bo'layotgan bo'lsa, uni mutaxassisga ko'rishimiz kerak. Seksopatolog, psixolog, seksopatolog ishlaydi. Bu yerda o'zini psixoterapiyalari bor-da. Shu usullardan foydalanib, ya'ni kombinatsiyalashgan holatda harakat qilinsa, albatta tashlay oladi odam. Pornodan voz kechganimdan keyin tushlarda ko'rish yoki jinsiy energiyani oshib ketishi menda ko'p bo'lyapti. Bu normal holatmi? Normal holat. Normal holat. Pornoni tashlashdan keyin o'zimni bo'sh yoki tushkun kayfiyatda his qilaman. Bu normal holatmi yoki kasallikmi? Lekin ko'p hollarda porno tashlab borayotgan odamlarda naborot kayfiyat ko'tarilishi, naborot holat yuzaga keladi. Endi bu holat ham kayfiyatni o'zgarib turishligi ham bo'lishi mumkin. Tashqi ta'sirlar ham bo'ladi. Keyin o'sha organizm xohlayapti-da shu narsani. Lekin siz bermayapsiz. Shuni evaziga nevroz, agressivlik, mana shunaqa psixologik holatlar bo'lishi mumkin. Buni ham to'g'ri qabul qilib turib, bo'lishi mumkin bo'lgan narsadek qabul qilib turib, unga bo'yin bermaslik kerak-da. Qanday qilib jinsiy istakni boshqarish va nazorat qilishni o'rganish mumkin? Jinsiy istakni odam manada fokusda bitta. Fokusni nimaga qaratsa, o'sha tomon ketaveradi. Jinsiy istaklar bu ikkinchi planga o'tadi. Agar turmush qurdi, jinsiy istakni kuchaytirmoqchi. Nima qilish kerak? Ayoliga yaxshi muomala qilmaydi biznikilar. To'g'rimi? Chiroyli muomala qilib, ayoliga romantik muomala qilib, seksualnostni oshirib berish uchun o'sha xatti-harakatlar er-xotinning o'rtasida uyat joyi yo'q. Ko'nglini ko'tarib, приятно qiladigan xatti-harakatlar qilib, laski deydi-yu, предварительный laski. Shunaqa laskilarni qilib, nima qilish mumkin odam? Xotinini jinsiy istagini ko'tarish to'g'ri, jinsiy istagi ko'tariladi xotinning. O'sha yerda nima bo'ladi? Odamni, erkakni o'zida ham jinsiy istak ko'tariladi. To'g'rimi? Sog'lom munosabatlarda shunaqa bo'ladi. O'zi xohlamayapti. Misol uchun jinsiy mayli past shu vaqtlarda past, nimagadir endi stress bor, qarz bor, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin ayoli bilan chiroyli anaqani garmoniyani olib turib, ayoliga chiroyli muomala qilib,
erkalatib boshqa qilinganda o'zida qiziqish paydo bo'ladi. O'zi mayl past, qiziqish paydo bo'ladi. Ya'ni jinsiy hayot, jinsiy aloqa bo'ladi. Endi pasaytirish, aytaylik, komandirovkaga ketgan, boshqa bo'ladigan bo'lsa, unda fokusni nimaga qaratiladi? Ishga qaratiladi, rivojlanishga qaratiladi. Endi biz yoshimizdagi odamlarni aytadigan bo'lsak, ko'pincha yoshlarga aytadigan bo'lsak, kelajakka haligi umid bilan qarab turib bosiladi.